Bitta xaridalarim sizlar uchun 50-100-150 ming so'mdan boshqa ishlarimizni hammasini aksiya tushirib berdik. Bularni hozir hammasi bilan razmerlari bilan tanishtirib o'tamiz. 33 dan 40 gacha yadapkalarimiz videoni o'tirmaydiringlar. Oxirigacha ko'ringlar. Hammasi razmerlari bilan, pullari bilan tanishtirib o'taman. Shuningdek, xo'shab o'tiradigan YSL modellarimiz ham hozirda 100 ming so'm atib beramiz. Razmer 40 41 42 dollara bo'ladi bu modelimiz. Bundan bir dona qolgan. Hozir shuni trendda bo'lib turgan basonishkalarimizdan ham bu razmeri 38 bo'ladi. Bir dona qolgan. Mana ham narxini sizlar uchun 100 ming so'm atib beramiz. Keyin shuningdek kassa bilan firmalarimizdan ham mana narxini 100 ming so'm atib beramiz. 39 razmerimiz bor. Dostavka xizmatlarimiz ham bor. Pastda telefon nomeri qo'yib o'taman. Telegramdan yozadigan bo'lsangiz hammasini javob berib, dostavkaga chiqarib beraman. Bu modelimizdan esa bir dona 36 kan, oyoqlaringiz ham shunday bir xo'shab o'tiradigan hozirgi yozgi svetlarda. Yana shu svetimizda 38 razmerlarimiz ham bor. 38, 39 razmerlarimiz. Bu modelimizda keyin shuningdek Magza firmadan oyoq telaram massajning ustun lazerkalarini qaranglar. Xo'shab bo'lib yoldirib turadi. Razmeri 37, narxi 100 ming so'm atib beramiz. Keyin shuningdek salatiy svet ham bor. Yozda mening svetlar yetib qoladi. Magza firmaniki qaranglar, zo'r bo'lib turadi. Narxi 100 ming so'm atib beramiz. Yana Casablanca firmasidan 38 razmerimiz bor. Qo'jalarim yumshoq ishlangan, narxi 100 ming so'm atib beramiz bunikini. Keyin yana 38 razmerlarimiz ham bor. 12 viloyatdan dostavka xizmatimiz bor. Keyin shuningdek Jasmine firmadan qo'jalar ham kачественный, yaxshi xilisi bo'ladi. Razmeri 35 razmer bo'ladi. Oyoqlaringiz ham zo'r bo'lib turadi. Bu modellarimiz ko'plari razmer tushadi. Uli kichik bo'lib qolmaydi oldirganlaringizdan keyin. Keyin yana Jasmine firmadan qo'jalar ham yumshoqqina ishlangan. Bu modelimizdan ham 35 razmerimiz bor. Kabloklar ham uncha baland bo'lmagan, akkuratniy bo'lib turadi oyoqlaringizda. Lishcha juda amir yo'q. Shuningdek Lobutin firmamizdan ham bir dona 37 razmerimiz qolgan. Mana narxi 100 ming, 100 ming, 100 ming, 100 ming, 100 ming, 100 bular ham. Keyin yana Lobutin firmalaridan ko'rib turganlaringiz, mana razmeri 36, bir dona qolgan. Mana narxini shu 100 ming so'm atib beramiz. Oyoq telari ham shuningdek bir yumshoq chiqqan. Baski orasi. Keyin bir dona shuningdek Jasmine firmamizdan shuningdek zeleniy setda qolgan ko'rib turganlaringiz, mana narxini 50 ming so'm atib beramiz. Razmerlari 34 bo'ladi. Qaranglar, kaboklar ham original bulanki. Shub tortilgan variant emas bulaniki. Keyin shuningdek Lolita firmalarimizdan ham bor. Bular narxlari 450-400 ming so'mdan sotilgan. Endilikda esa sizlar uchun 100 ming so'm atib beramiz. Bir dona 36 razmer qolgan. Telegramga o'tib yozsa, pastdagi nomeri javob berib, sira chiqarib beramiz. 37-38 razmerimiz qolgan bu modelimizdan esa 150 ming so'm atib beramiz. Agarda ikkisini olaman desangiz, 200 ming so'm atib beramiz. Qaranglar. 38-39 razmerimiz bor. Yana 50 ming so'm atib beramiz. Bu modellarimizni ko'rib turganlaringizdan 36 razmeri bor, 35 bor. 39 razmerlari va prozrachiylar ham kasib tashlamaydi, yumshoq ishlangan. Xolosada qarasidan bir dona 36 razmerlarimiz ham bor. Dostavkalarimiz ham pastda telefon nomeri qo'yib qo'yaman. Telegramdan yozadigan bo'lsangiz, hammasini razmerlari bilan chiqarib yozib beraman. Plus hozir chiqdi bu modellarimizdan, Magza firmalarimizdan 36 razmerlarim bor. Oyoq tellarim yumshoqqina. Bular ham narxlarini 100 ming so'm atib beramiz. 38 seri setining 39 seri setidan ham bor. Bular ham narxlari shu. 100 ming so'mdan atib beramiz. Keyin Bruna firmalarimizdan ham bor. Bruna 39 razmerimiz qolgan bu modelimizdan. Bular narxlari 150 ming so'm atib beramiz. Qaranglar, qo'jalarni yumshoqligini qaranglar. Olgandan keyin biroz giyiladigan modellarimiz bular. Qo'jalari vobshe zo'r ishlangan bularniki. Keyin Norka firmalarimizdan ham bor. Buni 38 ga olib ham bo'ladi, 39 ga olib ham bo'ladi. Buni ham narxi 150 ming so'm atib beraman. Keyin shuningdek La Scala firmalarimizdan ham bor. Buni narxini 100 ming so'm atib beramiz. Mana razmeri 35 imiz bor. Qaranglar, qarasidan esa 36 razmerimiz bor. Yaqin chiqqanlarga ko'proq videoni yorib qo'yamiz. Kichkina adapkalarimiz ham. Keyin bu modelimizdan esa 35 razmerimiz bor. Qo'jalarni qaranglar, yumshoqqina ishlangan. Kачествоsi ham yaxshi xilasi bo'ladi. Bu Jasmine firmaniki, originallari bo'ladi. Qora sir aralashgan variantlarimizdan ham bor.
Bular ham oyoqlaringizni shunga bir xo'sha bo'lib turadi. Razmeriga keladigan bo'lsak, 35 razmeri bor. Keyin zeleniy svetidan emas, 35 razmerimiz bor. Ko'rib turganlaringiz, bular ham oyoqlaringizni zo'r bo'lib turadi. Yo'q, menga buning qarshisi Chanel bu kerakmidi? Oddiy akkuratni ham bo'lsa ham bo'ladi desangiz, bu modellarimizdan ham bor. 34-35 razmerlarimiz bor. Bu modellarimizdan ham Anatonisidan esa bir dana 34 razmerimiz bor. Ko'rib turganlaringiz, keyin Lamita firmasidan bor. Oyoq tellarim yumshoq ishlangan, massaji, baspench purtab so'kkaverasa, bir dana 34 razmerimiz qolgan. Bunam narxini 100 ming so'm aytib beramiz. Keyin mening naturalga ko'jalarimiz bor. Bularning razmerlariga keladigan bo'lsak, qaranglar. Shuning bir xo'sha bo'lib turadigan modelimiz bor. Buni razmeri 35, buni narxini 150 ming so'm aytib beramiz. Hamma yerda 550-500 ming so'mdan sotib turganini bosonishamiz. Bizda 150 ming so'mdan sizlar uchun bir dana qolgani uchun aksiyada qo'yib beraman. Keyin shuningdek yana naturalga koja ishlangan, oyoq tellari massaji. Bu modellaringizni og'alaringizdan keyin kamida 3-4 yilga yiladigan modelimiz bo'ladi. 36 razmerimiz bor. Xohlasangiz mening variantim bor. Bu ham naturalniy koja, koreyskiy bo'ladi bu. 34 razmer bo'ladi buniki razmerlari. Bir dana qolgan. Keyin yana shuningdek kojada ishlangan. Xohlasangiz bularni 36 qolgan, bir dana yumshoq naturalga bo'ladi. Pastda telefon nomer qo'yib qo'yaman. Bu modelimiz 36. Pastda telefon nomer qo'yib qo'yaman. Telegramdan yozsangiz hammasini dostavkaga ham chiqarib beraman. Uni ham chiqarib beraman. 12 viloyatda ham dostavka xizmatimiz bor. Telegramdan yozinglar, hammasini sira chiqarib beraman. Faqat tezroq. Chunki sonlari chegaralangan. Qani ketdik.